Natropa, Ov. bitta ayol kelgan ekan. Kelinini o'yintuxumlarni olib tashlagan ekan, kista bo'lib. Xo'p. O'shanga so'rayapti. O'yintuxumlarni olib tashladi-yu, o'g'il ko'radimi, yo'qmi? Shuni aniqini aytib bersin. Agar o'g'il ko'rmaydigan bo'lsa, men o'g'lim bilan ajrashtirib yuboraman, deyapti. Rostdan shu savol so'radi. Xuddi shu savol bilan bizga ko'p kelishadi. Qaynonalar keladi. Kelinimi o'yintuxumdan olib tashladi yoki o'ng turbasini olib endi o'g'il tug'olmaydimi? O'g'il tug'olmaydigan bo'lsa, aniqini aytib bering, iltimos. Ajratib yuborishim kerak. Yoki ayollar o'zlari keladi, biz o'yintuxumdan yoki o'ng turbamni olib tashlashganida, shuning uchun endi men o'g'il farzand ko'ra olmaymanmi? O'g'il farzand o'ng tarafda joylashsa yoki o'yintuxumdan kelsa o'g'il farzand bo'lar ekan, qiz farzand chap tarafdan kelar ekan degan savolni ko'p berishadi. Qur'oni Karimda bu haqda nima deyilgan va meditsina buni qanday isbotlagan? Keling eshitamiz. Tug'ilajak chaqaloqning o'g'il yoki qiz bo'lishi nimaga bog'liqligini bilasizmi? Qur'on oyatlari chaqaloqning jinsi uning otasiga bog'liq bo'lishini bildirmoqda. Chaqaloqning jinsi erkakdan ona qorniga to'kiladigan suyuqlikka bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, uning jinsi otadan keladigan maniyning hujayralariga bog'liq bo'lar ekan. Ona organizmi tug'ilajak bolaning nasli aniqlanadigan jarayonda ishtirok etmaydi. Va albatta, u zot otilib chiqadigan nutfadan erkak ayol juftlarini yaratgandir. Najm surasi 45-46 oyatlar. Axir u bachadonga to'kiladigan maniydan bir haqir nutfa emasmidi? So'ngra lahta qon bo'ldi. Bas, Alloh uni yaratib, raso inson qildi. So'ng undan erkak va ayol juftlarini paydo qildi. Qiyomat surasi 37-39 oyatlar. Tajribalar asosida tug'ilajak bolaning jinsi faqat otaning manisi tarkibidagi hujayralarga bog'liq ekanligi, ona organizmining bunga hech qanday aloqasi yo'qligi aniqlandi. Chaqaloqning jinsini belgilab beruvchi omil bu xromosomalardir. Bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishi ota manisidan ona organizmiga X yoki Y xromosomalarining qaysi biri o'tishiga bog'liq bo'ladi. Shak shubha yo'qki, 20-asrning o'rtalarigacha, ya'ni genetika fani paydo bo'lguniga qadar insoniyat tug'ilajak chaqaloqning pushti belgilanadigan bunday nozik va murakkab mexanizmlardan mutlaqo bexabar edi. Qur'oni Karimda esa genetikaning fan sifatida paydo bo'lishi va gen tushunchasining fanga kirib kelishidan deyarli 13 asr avval bo'lajak farzandning o'g'il yoki qiz bo'lishi ona emas, balki aynan ota organizmiga, uning mani tarkibiga bog'liq bo'lishi ochiq-oydin bayon qilib berilgan.